Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana bu gullarimni kattaroq tuvakka o'tkazmoqchiman. Shuning uchun videoga olib bir laboratoriyasiga dedim. Singonim gulim, singonim matlet, shunaqa sorti. Kichkinagina stakanchikda ekkanman, mana tomirlar chiqib ketgan. Bu ham rosa o'sib ketgan. Bankaga tiqib solib qo'yibman. Mana bo'ylari ham juda ham uzun. Mana bu 50 cm bo'yi. Lekin Difinbaxiya gulim, bu ham juda ham shoxlab ketdi. Mana bunaqa shoxlaydigan sort ekan. Mana o'zini qo'ysam turmaydi, shuning uchun suyab qo'yibman. Chunki tuvakchasi juda ham kichkina. Mayda tuvakcha. Mana bu singonimda mana bu turi ham bor. Buni ham mana tomirlari rosa osilib pastga tushib ketdi. Buni ham almashtirmoqchiman. Keyin mana bu spatifilm gulim. Bu ham fitsinni palif deydi mana. Tomirlari stakanchikda ekkanman. To'lib turibdi stakanchikda ichi. Almashtirish vaqti kelgan. Faqat vaqtim bo'lmayotganda. Keyin mana bu antiurumni chokosi. Qora, buni eslarida bo'lsa lichuzaponga ekkandim. Fitsinni palif qilib. Mana shu yangi barglar uyg'otishda boshlagan bu ham. Buni va mana bu malachchayi gulimni ochilib turibdi tuvakchasi, maydagina kichkina tuvakcha. Shularni o'zidan salgina kattaroq mana shu tuvakka o'tkazmoqchiman. Tuvakchamni kichkina tuvakcha bu. Hozir videoga katta ko'rinishi mumkin. Keyin turpoq tayyorlab oldim. Universal turpoq. Perlit bor buni ichida, vermikulit bor va lichuzapon qo'shganman. Mana tarkibi. Lichuzaponi ham bor. Lichuzapon mineralli o'g'it, uni ham tarkibida yaxshi mineral o'g'itlari bor va mana bu asmakot. Asmakot qo'shilsa, gullar juda ham yaxshi ozuqa oladi. Buni o'sha gullarni turpog'iga, tuvagiga solganimdan keyin tomirini joylashtirishdan avval 6-7 darajasini hisoblab tashlayman. Shuni o'zi yetadi. Har suv quyganingizda azgincha irib bu ozuqa taratib turadi. Keyin buni solganingizdan keyin ortiqcha ozuqa ham kerak emas, shart emas. Hozir men mana shu gullarimni hammasini tuvakchalarga o'tkazib, keyin yana videoni davom ettiraman. Mana gullarimni o'tkazib oldim, hammasini tuvakchalarga. Endi mana bu yantarli kislota solib, suv tayyorlab sepib qo'yamiz. Stressga tushmasligi uchun. Gullarim juda ham yaxshi ahvolda bo'ldi. Kichkina tuvakka juda ham kichkina ko'rinayotgandi. Sal kattaroq tuvakka, yaxshigina katta gulchalar ekdim. Bularni turpog'ini bo'lmasdan ekdim. Turpog'ini o'zi bilan ekdim. Turpog'ini tushirib tashlamadim. Mana menga tagiga qo'yishim kerak ekan. Yotib qoldi chunki derazaga tokchasida turadi. Bir tomonga qarab qo'ygani uchun egilib qolgan. Mana gullarimning ahvoli juda ham yaxshi. Hozir mana shu yantarli kislota solingan suvimdan sepaman, ham tagiga beraman. Juda ham yaxshi, stressga tushmaydi, yaxshi bo'ladi. Mana qolgan gullarimni ham ko'rsatsam. Gullarim bular ham yaxshi ahvolda. Yaxshi o'sishi. Mana bu yerda lichuzaponga ekkan gullarim. Fitsinni palifda turibdi bular. Aglanimalarim, Difinbaxiya bu. Bular lichuzaponda ekilgan, fitil qilib. Mana fitilni suvga turibdi. Juda ham ahvoli yaxshi, o'sishlari yaxshi bularni. Mana bu gullarim ham o'sha kichkina tuvakda qisilib qolgan. Yaqinda bularni ham o'tkaraman. Boshqa tuvakka o'sha vaqtda video qilaman. Qolgan gullarim esa deraza tokchasida turibdi. Yozda ham mana shu yerda turadi. Bularni olib chiqmayman tashqariga mana bunaqa oddiy gullarimni qo'yganman. Lekin bular mana shu peshayvonimda turadi. Mana ahvollari yaxshi. Bularga ertalab faqatgina soat 10 gacha quyosh tegadi. Keyin o'tib ketadi. Kuni bo'yi mana shunaqa salqinda turadi gullarim. Mana bularning o'sishi juda ham yaxshi. Barglarini ko'rsataman. Barglari katta bo'lib, tinimsiz ochilyotibdi antiurum gullarim. Mana bu oqi, bu qizili, qizil ochiladi ekan.
Mana bu fioletoviy ochiladigani. Buni ham o'zgarishi yaxshi. Mana shu yerda turadi. Tuvaklari yengil. Chunki chanqatib suv beraman. Juda ham ko'p suv bermayman bularga. Mana gullarimning ahvoli. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Yana yangi videolar chiqarishda davom etamiz.